Aldamchilik. Aldamchilik hiyla-mikillar bilan kishilarni aldash, qoyil qilish, ishondirish deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom aldamchilikdan ogohlantirib, kimki bizni aldaydi ekan, u bizdan emas degan. Aldamchilikning turlari ko'p bo'lib, sotmoqchi bo'lgan malning aybini yushirib setish, sotmoqchi bo'lgan mallarga boshqalarning markalarini o'g'irlikcha chaplab verish, tarozida yoki o'lchamda kam berish, chorva mallarni ukul bilan yolg'ondan samirtib, xaridorlarning ko'zini bo'yash, o'ylanmoqchi bo'lgan qiz-yigitlarning o'zida bo'lmagan ortiqchiliklar bilan yoki kamchiliklarni yoshirish bilan bir-birini aldishi, o'quvchilarning imtihonda ko'chirishi qatorliqlarning hammasi aldamchilikdir. Hatto yaqin kishilarning bir-birida ko'rilgan xatoligini yoki ayib nuqsonini ko'rsatib qo'yishning o'rniga uni yoshirishi yoki ko'rmasga selishimi aldamchilikqa kiradi.